Salam izle. Bugün biz yisi ikisini keltirdigan, xushbiroq bo'lgan dapanjining tayyorlash usulini birlikda o'rganib chiqaylik. Qani, ketdik. Biz oldi bilan qozonga 50 gram zig'irmay quyib, yarim cho'mich shakar silib, aralashtirib, qizil kupish chiqqandan keyin tayyor qilingan to'g'on silib, aralashtirib, go'sht qizargandan keyin qurishlardan dashan, xojo, beyji, beyko, shangye, xuyshan, oqbush silib, yuvilgan lasqiqi muvofiq miqdorda tuz, qizartqich jangyo, bir qo'shq lazjang, samsaq, sinjang, yangyoni silib, bir az aralashtirib, qo'rib, chilashqidek suv quyib, tuvoq nepib, normal o'tda 10 minut dumlaymiz. Sizlarning rag'batlantirish yuzidan yurak belgisini besib, jiqjiq gul et qo'shonlarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Oxirida ko'klaza, so'mpiyaz azroq vijing silib tayyorlaymiz. Agar vijingni yoqtirmasangiz, samsingizmi bo'laverdi. Meni qo'shiling, menki Osmonjon Zakir sizga yangilik bo'lgan qo'rim taomlarni o'rgatishga har vaqt tayyor.